Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Maston bo'laman do'stlar. Bugungi videomizda men yangi gruppa va Telegram kanal ochdim. Mana shu Telegram kanalimizga shundoqqina o'tib obuna va laykchalaringizni bosib qo'yamiz. Bosib qo'ymasangiz qaranglar-ya. Lekin xafa bo'laman. Mana hozir o'zimni Telegram kanalimni yozib ko'rsatib beraman. Hozir ko'rasizlar. Iltimos mana shu kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Mana Muslimbekchat. Bular o'chib ketyaptimi? Buni o'chirib yuborsak, bu Telegram kanalimizni. Hozir bu kanalimiz, u Telegram kanalimiz yo'q. Bu Telegram kanalimizni o'chirib tashlaymiz, chunki bizga keragi yo'q. Mana Muslim deb yozsak, mana Muslim Hiki gruppa deb yozilgan. Bu yerda Muslimchik kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Unda hammaga xayr. Kelgusi videolarda ko'rishguncha mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Bu yerga xohlagan fikringlarni yozib ketinglar. Mana xohlasanglar hammaga salom deb yozamiz. Keyin mana shunaqa qilib xohlaganinglarda o'sha xohlaganinglardagi chatda yozishaverasizlar. Xohlaganinglarda Slimhaka gruppa. Unda kelgusi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.